Assalomu alaykum. Arra 15 ta ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Doni yirik, silindrsimon, oq, sarg'ish rangga ega. Mevalari qattiq. Qattiq mevalar. Urug'siz 100%. Yeganda hattoki rudimentlar ham sezilmaydi. Uzun boshlari yirik, 800 grammdan 1,5 kilogacha. Novdalari kuchli o'sadi. Bu o'tgan yilgi qalamchadan ko'chat qilingan. Bu yil mana meva solib turibdi. O'ta serhosil nov. Serhosil nov. Saqlashga ham, tashishga ham qulay. Yomg'irda yorilib ketmaydi umuman. Juda suvni ko'p qo'yaman, chunki bu yerda ko'chatlar hammasi. Mana shu yerda 9 ta arra 15 ta ko'chati o'tgan yilgi qalamcha. Biagomizga ekilgan yaxshi novda surgan. Bu yil xudo xolasa novdalari kim bir 50 ta ko'chati bor, uni zakaz qilib qo'yishdi. Novdalar sotuvda bo'ladi. Original nov. Rangi juda bozorbop. Sentyabr 1-10 kunligida pishib yetiladi. Juda chiroyli, jozibador ko'rinishga ega. Mana shu arra 15. Mana barglarining ko'rinishi. Mana shu barglari. Mana bu novdalari. Bu kech kuzda qoramtir jigarrang bo'lib ketadi. Juda yaxshi pishiradi novdalarni. Hozir u 2,5 metrgacha mana shu asosiy novdalar pishib bo'lgan. Ajoyib nav. Boq qilish kerak bundan. Zo'r nav. Men tavsiya qilaman. Mana shu qalamchadan chiqqan, o'zi o'tgan yil qalamcha ekilgan, mana bu yil mana uzum solib turibdi. Ba'zi bir shingillarni olib tashladi. Chunki yetadi. Mana shu navni o'zi tasdiqlab bo'lgan. Mana bugun 23-avgust kuniga buni sinab ko'rdik. Ajoyib. Ozgina bor. Lekin shakar birikisi 18 dan 24 birikisgacha bergan. Biz O'zbekistonda sharoitida undan ham ortiq bo'ladi, xudo xolasa. Rang chiroyli, ajoyib, salatoviy. Gap yo'q. Novdalari bo'ladi sotuvga.